Bugungi operatsiyamiz tizza bo'g'imli surunkali sinaviti. Bemorimiz Buxoro viloyatidan kelishgan. Endi tizza bo'g'imli surunkali sinaviti sinoviyaning parda bo'ladi. Shu sinoviyaning pardani surunkali yallig'lanishi natijasida yuzaga keladi. Endi обязательно bu bemorlarimiz yillar davomida lechение olgan. Endi bemorimizda kasalligi revmatoidniy poliartrit fonida kechgan bu kasallik. Endi shuni inobatga olishimiz kerakki, surunkali sinovitlarda birinchi navbatda davolagin deyapti. Davolash, ya'ni davolash, dori-darmon, fiziologiyani etapma-etap davolagin deyapti. Shu natijasida bemorimizda yaxshi o'zgarish bo'lib, bu sinoviyaning pardani ishig'i qaytib, sinoviy so'rilib ketsa, operatsiyaning hojati yo'q ekan. Endi bemorimiz 16 yildan beri shu kasallikdan chalingan. Bo'lmasa Buxorodan kelib, Farg'onaga kelib operatsiya qilinmaydi. Shuni inobatga olishimiz kerakki, biz qilingan ishlarimizni, ya'ni shuncha bemor davolagan bo'lsak, surunkali sinovitlarning 90%ni biz operatsiya yo'li bilan davolab chiqaryapmiz. Endi qolgan 10% noyob operatsiya bo'lar ekan. Endi albatta bu operatsiyadan qo'rqmaslik kerak. Bu ikki xil yo'lda amalga oshiriladi. Birinchisi artroskopiya, ya'ni malainvaziv usulda tizza bo'g'imidagi o'sha sinoviyaning pardani ishgan joyini tozalab olib qo'yiladi. Endi bunga e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, olib keling, kamerani yaqinlashtiring. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu parda o'zi gipertrofiya bo'lib ketgan, ichidagi to'plangan sinovit qattiq bo'lib laxta bo'lib qolgan, mana ishib ketgan. Ishi o'lchami ham juda katta, 100 ml atrofida hajmdagi sinoviyaning pardani yallig'lanishini hisobga hosil bo'lgan sinoviyaning jidkiz quyuqlashib ketgan. Buni dori-darmon bilan, fiziologiya bilan sug'urib bo'lmas ekan. Albatta bunaqa holatlarda davolovchi vrach alohida bemorga yondashishi kerak. Mana davolanish kursi 3 oydan 6 oygacha davom etadi. Agar 6 oyda ham bu o'zgarish bo'lmasa, albatta sinoviyaning pardani o'sha ishib ketgan joyini tozalab qo'yishga to'g'ri keladi. Endi bu qizimizda yana ikkilamchi, ya'ni asosiy kasalliklardan biri tizza bo'g'imi osteoartroz kasalligi 3-bosqich qo'yilgan. Mana osteoartroz bilan tizza bo'g'imini bukib yozganimizda qiyinchilik, g'irtillash, ya'ni bo'g'im yaqinlashib qolgan. Endi shu narsani inobatga olishimiz kerakki, surunkali sinovit bilan og'riyotgan bemorlarda sinoviyaning parda ishib qancha suyuqlik ko'p hosil bo'lsa, shunchalik tizza bo'g'imidagi tog'ay qavatni yemirib tashlar ekan. Agar shu surunkali sinovit bo'lmaganda 91-yil qizda bunaqa yemirlik bo'lmasdi.